barchalarga salom do'stlar, sizlar bilan Kamoliddin YouTube. Men bu videoda parking o'ynayman. Bu o'yinni shaxsan Telegram kanali orqali bo'ladi. Mana Kamoliddin YouTuber degan Telegram kanalimda 3 xonasi bor. Ana bu o'yin qahvasida bo'ladi. Yoki Telegramda o'zini parking deb yozsalar ham chiqadi. Tajribalar ham bor. Hozir ko'rsataman sizlarga. Do'stlar, bitta bunaqa emas, gentren ham bor. Faqatgina ozgincha anaqa juzalardan bo'ladi. Men shuncha vaqt video olmadim. Nimaga? Chunki ishim ko'payib ketdi. Endi video olishga harakat qilaman. Shu mashina boshqasiga birinchi marta boshqasiga qotadi. Hozir ishlab ketadi 1 minut. Mana jentrar. Jentrar ichida o'tib bo'ladi. Faqatgina Next'ni bosinglar. Mana shu ekranda bo'lmasam yomon bo'ladi. Bit hamma bosamiz. Yo, bu eng ichi zo'rini ko'rsatadi sizlarga. Xo'sh. Yana qayerda mashina bor? Esimdan chiqib qoldi mashina. G'irsamay bach mana mashina. İçeri koysam başka zo'ra. İçki baho veringlar kommentda. Agar do'stlar sizlar ham ushbu YouTube kanal ochgan bo'lsanglar, katta video qo'ymoqchi bo'lsanglar, maslahatma videoni o'tkazinglar. Unaqa yaxshiroq bo'ladi sizlar uchun. Ko'rasizlar, mana shu mashina yo'q qoldi. Men yoki ba'ma kommentga yozib ketinglar, iltimos. 50 ta bo'lgandan keyin faqat shu kanalimda jonli efir olaman. Kamoliddin YouTuber kanalimda ham olaman. 1 mingta bo'lganimdan keyin so'z beraman, jonli efir olaman. Bizlar bo'lsa ushbu ilovani ko'rdinglar. Hammalarga xayr do'stlar. Tez xayrlashib ketaman. Chunki ishlarim ko'p. Uzr. Hammalarga xayr.